Amerikadagi nüfuzluq axborot organlaridan biri bo'lgan Vox mukammal kelgusi yaratish uchun keraklik bo'lgan ideya, siyosat va planlarni olg'a surish, ularning ahamiyatini ta'kidlash maqsadi bilan mukammal kelgusini yaratquchilar tizimligini e'lon qilgan. Mazkur tizimlikka dunyoning har qaysi joylaridan, har sohadan ko'zga ko'ringan kishilar, jumladan o'zining xizmati, fikri, ideyasi va faoliyatlari bilan bu dunyoning kelgusining texmi parlaq va texmi mukammal bo'lishi uchun hassa qo'shayotgan shaxslar baholanib kirgizilgan. Bu yil mana bu tizimlikdan Amerikadagi Uyg'ur advokat Rayhon Asad o'rin olgan. Ma'lum bo'lishicha, dunyoda o'zgarish paydo qilish uchun tirishayotgan kishilar tanlangan bu tizimlikda gen tahrirlash sistemasini taraqqiy qildirishga yordam bergan Nobel mukofotiga erishgan olim Jennifer Doudna va shundaqla yana hozirgi texnikalar orqali insonlarning o'z-o'zini nobud qilishining oldini olishga tirishayotgan biologiya mutaxassisi Kevin Esveld sun'iy aql sistemasining insonlar to'pidan eshib ketish mumkinchiligini yaqindan ko'rsatayotgan tadqiqotchi Ajiya Kotra beliqlarning og'riqni his qildiganligini, shunga ularni qo'g'dashning muhimligini ta'kidlagan hayvonotshunos Lenny Seddon va shuningdek muhit bulg'anishi, nomrodlik, ocharchilik va adolatsizlikka qarshi kurash qilayotgan, tadbir yaratayotgan kishilar yaragan. Advokat Rayhon Asad bo'lsa, inisi Akbar Asadning Xitoy hukumati tarafidan boshqa millionlagan Uyg'urlarga o'xshash lagerga qamalishi bilan boshlagan faoliyatchilik hayoti, ya'ni uning dunyoda o'chmanlikni yo'qotish yo'lida ko'rsatayotgan xizmatlari uchun loyiq ko'rilgan. Rayhon Asad radiomizga qilgan so'zida Uyg'urlar bugun duchor bo'layotgan zulm yolg'iz Uyg'urlarning masalasi bo'lmasdan, balki dunyoning masalasidir. Uyg'urlarning o'z milliy g'ururi bilan yashashiga kapolatlik qilganlik dunyodagi butun xalqlarning g'ururiga kapolatlik qilganlikdir, deydi. Men buni hargizmi menga tavsiya bo'lgan tonish deb qaramayman. Men buni shu bizning kamplarda yashayotgan begunoh xalqimizning, shunda bir go'zal millatning tonishi deb qarayman. Chunki bu yerda bo'layotgan bir davlatning shunda bir begunoh xalq deb senda qilayotgan shunda ahvolotda Uyg'urlar shunda ahvolotda yana nurg'unlagan oq ko'ngillik bilan ham tinchlikni suyish mushu xil ro'yi bilan bunga javob qaytardi. Menimcha bu meni tonish emas, balki butun Uyg'urning ruhini tonish deb qarayman. Bunda shunda bir muhim narsa, ya'ni Uyg'ur millatining insoniy haqqini qo'g'dash demak, dunyoning go'zalligini yaratish demak. Shunga bu bir bizning millatimizning yaxshi bo'lishi, kuchayishi, bizning millatimizning ashulqi insoniy g'ururi, erkinligini qo'g'dash demak, bu dunyoning bir tinchlik bir dunyo qilishning eng muhim bir qismi deb o'ylayman. Vox xabarlari advokat Rayhon haqida yozgan tonishtirishda Rayhon Asadning inisi Akbar Asad hamda butun Uyg'urlarning davosini qilish, bo'libmi sukut qilish yoki oilasini xavfga keltirish badaliga Uyg'ur xalqining ovozini anglatish yo'lida harakat qilishdan iborat qiyin tanlashga duch kelganligini. Ammo Rayhon Asadning oqibati o'zi so'ygan inisi va xalqini tanlaganligini bayon qilgan. Advokat Rayhon Asad radiomizga qilgan so'zida, agar Uyg'urlar lagerdan chiqmasa, ular uchrayotgan bu zulm oyoqlashmasa, go'zal va mukammal kelajakdan so'z etishning mumkin bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin butun dunyo never again deydi. Buning ma'nosi ikkinchi bunda ish qilmaymiz deb. Lekin hozir dal shu yuz beryapti. Demak, tarix qayta takrorlanyapti. Şuna Uyg'urlar aşı lagerlardan chiqmasa, demak bu dunyo mushu xil tajovuzlikqa yo'l qo'ygan bo'ldi. Bundaq dunyo bir go'zal dunyo bo'lmaydi hargizmi. U so'zining oxirida dunyoni o'z va'dasida turishga, yanama ko'p davlatlarni Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tonishga, shundaqla buningga qarta tadbir qo'llanishga chaqirdi. Advokat Rayhon yana har qaysi hukumatlardan va xalqaro shirkatlardan Uyg'ur majburiy emgakini cheklashni talab qildi.